Bundan taxminan 9 yil avvalgi kunlarni esga oladi Shuhrat Xursandov. Oilaning kamchiliklarini bartaraf etish, ro'zg'orni yaxshilash maqsadida u qo'shni mamlakatga ishlash uchun yo'l oladi. Qirg'izistonga borib, u yerda issiqxonada yetishtirilayotgan gullarni parvarishlash bilan shug'ullanadi. Gullarga qiziqish Qirg'izistonga borganimda boshlangan ekan. Yillar davomida ushbu manzilda mehnat qilgan Shuhrat katta tajriba to'pladi. Soha sir-asrorlarini puxta o'zlashtirdi. Bu yerda shu qanaqa yetishtirish kerak, qachon olib kelish kerak Gollandiyadan, qanaqa navlarni olish kerak, biz iqlimga qaysi navlar to'g'ri keladi. Ashlarni o'rganib boshlaganmiz. Shundan so'ng Shuhrat o'z uyiga qaytadi. 2 sotixlik yeriga issiqxona qurish, uyida gulchilikni rivojlantirishni reja qiladi. Bu uchun esa yetarli mablag'lari ham bor. Teplisaga 150-60 million ketgan rasxotiga. Keyin lat o'ylab olib keltirganman. Xolodilnik qurganman. Faoliyatning dastlabki bosqichida muayyan kamchiliklarga duch kelgani rost. Biroq bugungi kunda oila ancha tajriba to'pladi. Shuhratning tomorqasida hozirda 16 turdagi lolalar parvarishlanmoqda. Uning aytishicha, har bir gul turlari alohida e'tibor va parvarishni talab qiladi. Bu boshqa xarakter. Unga misol uchun yoriq kerak. Bunga salqinroq kerak bo'lishi mumkin. Dozasi bu ko'proq talab qiladi. Dekabrning 20-sanasida ekilgan lolalar sekin-asta barq urishni boshladi. Fevralning 15-sanasiga kelib esa lolalar mana bu ko'rinishda, ya'ni barq urdi. Shuhratning oila a'zolari ham lolachilik bilan band. Ayni paytda lolalar o'zishga tayyor holga keldi. Tong sahardanoq issiqxonaga kirib, bo'y cho'zgan lolalarni saralab, ehtiyotkorlik bilan uzib boradilar. So'ngra gul piyozlari ajratib olinadi va lolalar qog'ozga o'rab, sotuvga tayyor holga keltiriladi. 100% aka birinchi martga shu teplisadan yakashtirib, xolodilnikka zakazlarga tayyor qilamiz. Oila lolachilik orqali barqaror va yaxshi daromad topmoqda. Buning sababi ular ishning hikmatini anglab, uning sir-asrorlarini puxta o'zlashtirganidadir. Daromadi shu o'rtacha bir sezonda 100 millioncha daromad qilamiz. Bu pullar shu uy qurishga, to'ylarga, yaxshi kunlarga ishlatamiz. Joriy yilning o'zida 50 ming dona lola mamlakatning ichki bozorlariga yetkazib berildi. Lolaga bo'lgan talab ham yil sayin ortib bormoqda. Shu bois Shuhrat kelgusi yilda tomorqasidan yanada unumli foydalanishni rejalashtirmoqda. Ayni paytda lolalarning 2 qavat usulida yetishtirib kelayotgan bo'lsa, kelasi yildan boshlab 4 qavatli tizimga o'tib, gullarning sonini 100 ming donaga yetkazishni maqsad qilgan. Ahror Ziyodov, Safar Ismoilov,